Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz. Pol avtomat Zver Mix 800 do'stlarimiz ko'pchilik ishlatadi, yaxshi apparat. Qaranglar. Svarka pol avtomatimiz ham svarka apparat, ham pol avtomat. Do'stlar, obzor qiladigan bo'lsak, yaxshi, sredniy уровеньдagi ko'pchilik do'stlar ishlatadi. Do'stlar, mana apparat yaxshi, ikkitadan kondensator, mostoviy tizimda tranzistorlar. Keyin do'stlar maslahat berib o'tib ketaman. Mana shunaqa qilib strushka to'lib ketadi, mana shu apparatni kuyishga sabab bo'ladi. Mana qaranglar. Sizlarga ko'rsataman. Mana shu zamikaniya qiladi mana. O'shaning uchun apparatlaringni har bir oyda tozalab, очистка qilib turinglar, pudab. Tozalab tursalaring, отказ berib kuymaydi do'stlar mana. Do'stlar, buni hozir qanday remont qilishini yopiq Telegram gruppamga videosini joylayman. Nimasi ketgan, qanaqa tekshiriladi, bir qator video darsligim, yopiq Ustoybek onlayn darsligim gruppamda bor. Do'stlar, o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Platniy avtosvarka apparat ta'mirlashni o'rgatib boryapmiz. Bu yerda nima kuygan, qanaqa tekshiriladi, hozir o'sha gruppamizga videosini tashlayman. Do'stlar, demak Zver ZX Mix 800 yaxshi bo'limiy apparat, lekin bundan ko'ra Uragan 750 do'stlar yaxshi. 750 ni ko'pchilik ishlatadi. Bu ham undan oldingi o'rinda turaveradi. Yaxshi apparat do'stlar. Demak, sizlarga kerakli maslahatlar berdim. Hozirgi kunda ko'proq Uragan 750, Mix mingli o'shalar yaxshi. Professional ishlatamaslaring, Jasik, Tayor 380, 220 professional. Endi arzonroq deydigan bo'lsalaring, Uragan 750 do'stlar, shularni tavsiya qilamiz.